Sizlar bilan Harroplay bugungi videoda biza optimizatsiya qilishni o'rganamiz. Optimizatsiya buning uchun men hozir Samsung telefonini ko'rsatib beraman. Keyingi video Redmi haqida bo'ladi. iPhone haqida keyinroq video chiqaraman. Faqat sharti mana shu videoga 20 like yig'ib bersanglar bo'ldi. Hop. Biza hozir optimizatsiya qilishimiz uchun 3 ta 2 ilova kerak bo'ladi. Hop. Birinchisi boshlasi. Hamma Samsunglarda bo'ladigan narsa bu Google Store. Google Store, Galaxy Store. Adashdim, uzr. Galaxy Store'ga kira olamiz. Hop. Bu yerda sizlar akkaunt ochishingiz kerak. Akkaunt ochishni hozir ko'rsatib beraman, chunki akkauntim bor. Akkaunt ochish bo'lsa bu oson narsa. Google qanday ochilsa, bunga xuddi shunday ochiladi, почти. Hop. Google akkaunt ochdi. Nima qilamiz desanglar, poiskga kiramiz. Tepada poisk bor. Yozamiz qidiruvga. Game deb yozsanglar o'zi chiqadi. Game. Game deb yozasizlar. Sal pastroq qo'yamiz. Uzr. Mana game plugin. Mana shu ilovani o'rnatib olishingiz kerak. Faqat mana shuni anaqasini eslab qolinglar. Neydi oti, rasmini. Mana ko'rasizlar. Shuni yuklab olishingiz kerak. Men yuklab olganman, o'shaning uchun ochish yo'qsini. Hop, yuklab oldinglar. Endi bu yerda o'zining dasturlari bor. O'zining 2-3 dasturlari bor. Keyin ruxsat berish kerak. Ruxsat berib yuborasizlar. Kelmabdi, hozir bular ustanit qilingan. Sizlarda anaga o'xshab hozir. Sizlarda bunga o'xshab chiqib turadi. Men ustanit qilib qo'yganman bularni. Shunga sizlar ustanit qilishni bosasizlar. Ustanit qilishni bosasizlar. Bosdingiz. Bosdingiz ichiga olib kiradi. Ichiga olib kirgandan keyin bosib, mana bu yerda ham mana o'rnatish bosib yuborasizlar. Mana ma'lumot uchun ko'rsatib ketaman. O'rnatish degan pastda bor. Mana. Shuni o'rnatib olasizlar. O'rnatish bosamiz. Bu o'rnatiladi. Ma'lum bir minutdan keyin u tez bo'lib ketadi. Xotir qilmayman kerakmi, shuning uchun o'chirib yuboraman. Mayli, o'chirib qo'yaverdim. Hop, chiqamiz, qaytadan kiramiz. O'chib tashlaymiz va qaytadan kiramiz ilovaga. Hop, ilovaga kirdik. O'sha bo'ldi. Ozginadan keyin full sanit bo'lsin. Xullas, shunday bo'ladi. Undan keyin mana qanaqa ko'rsatsam bo'ladi? O'rnatdimi? Mayli, kerak emas. X qilganimga mana bo'ldi. Mana ko'rasizlar, qo'shildi bizga. Hop, qo'shilgan bo'lsa bosamiz. Bosganingizdan keyin yana bir marta ustiga bosasizlar. Bosdinglar, u o'zi ichiga olib kiradi. Bu endi bizga kerak emas, boshqasini ko'rsatsam, masalan, Game Boost Plus mayli bo'la qolsin. Aydat. Mana Game Boost Plus ga bosasizlar, Booster Plus, ana masalan, yo'qdinglar, o'qqa bosasizlar, ichiga kirasizlar. Hop, mana kirdinglar, sizlar har xil o'yinlar, agar qanaqa o'yinlaringlar bo'lsa, shu o'yinlar chiqib keladi. Undan keyin siz PUBG Mobile topasiz. Bosasiz shunga. O'zi sizga narsalar ko'rsatadi. Avtomat, motor grafika, bu yerda o'zingizga kerakli to'g'ri olasizlar. Maqsad beraman, hammasi 100% qilib qo'yinglar. Chunki zaruratlar zo'r bo'ladi va anaqa max FPS'lar ham oshadi. O shuni qilib olinglar, Apple'ni bosasizlar. Pastda turibdi Apple'ni bosasizlar. Bosdi, bo'ldi. Change qilamiz. Apple to L Games ga bosasizlar, keyin change bosasizlar. Bo'ldi, bu optimizatsiya o'rnatildi. Yana qaytib kirsa ham xuddi shunaqa bo'lib turadi. Hop, endi chiqamiz. Bizga keraklari mana shu.
Faqatgina mana bundan tashqari bu befoyda narsa. Men hali qilib ko'rganim yo'q, lekin bu PUBG'ga umuman keraksiz narsa. Shundan tashqari qoidalarni qo'lamiz. Hop, qilib oldik. Mana bertizga kiramiz. Ya'ni bertizini o'rnatishni turn qilamiz. Yoqiladi, yana ichiga kiramiz. Bu yerda hammasini qilib chiqinglar. Hammasi yoqilishi kerak. Hammasi yoqilishi kerak. Undan keyin bo'lsa bu yerda gratisni keltirib qo'yinglar. Gratisga bosib qo'yinglar. Hop. Undan keyin bo'lsa mana bunga kiramiz. O'rnatasizlar. O'rnatganingizdan keyin buni ham turni on qilasizlar, ichiga kirasizlar. Ichiga kirganingizdan keyin skip bosib yuborasizlar. Bu yerda ham hamma o'yinlarga qilib chiqinglar. Yonsa hamma o'yinlarda. Shunaqa bo'ldi do'stlar, endi PUBG kirib ko'ramiz. Qay darajada zaryadimiz o'zgargan yoki o'zgarmaganligini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu narsa nimaga kerak desanglar, ko'pchilik hozir optimizatsiya qiziq bo'lyapti. Keyin ko'pchilik hozir yaxshi o'ynamayapti. Mana ko'rishinglar mumkin, uje chiqishni boshladi. Mana ko'rasizlarmi? Bu shunaqa cheat emas, akkauntingiz ban bermaydi. Mana ko'rasizlarmi, o'z mapdan chiqadi. Men yo'q qilib qo'ydim-da, ko'rinmas qilib qo'ydim. Bilmay qanaqa. O'tda bemalol to'g'rilasizlar. Masalan, Redmi'larda shu mana chap tarafda o'z narsasi bo'ladi-da. Shuni ochib bemalol necha FPS bo'lyapti, hammasi ko'rib olish mumkin. Samsungda bo'lsa, o'zingizlar ko'rib olasiz, bemalol tushunib ishlarni bemalol internet yozib ketinglar. Nimada qiynalasizlar, qanaqa yana mana shu optimizatsiyada nima bo'lyapti, qanaqa xatolar, shularni yozib ketinglar. Mana ultra ishida yumshoqqa qo'yib olasizlar. Men yorug'likka maksimalni qilib qo'yasizlar, chunki telefonimiz biz optimizatsiya qildik, bo'ldi, bemalol o'ynayverasizlar. Keyin bu narsalarni o'ynab tashlamanglar. Hammasi nol faollashtirish qilib qo'yasizlar. Faqat bas ikkalasi yoniq bo'ladi. Yoniq bo'lsin. Tatbiq qilish. Keyin men chustga kirib ko'rsam, menda giroskop ochmaydi. Hop, agar kimga men chustim kerak bo'lsa, bemalol opsiyasiyalar bo'ladi. Yana kliklaymiz va ulashamiz. Mana. Men chustim bemalol opsiyasiyalar bo'ladi. Hammaga kiradi. Men chustimga tegmayman вообще. Hop. Keyin nastroykalarda uzoq o'ynanglar, o'rganinglar nastroykaga. O'zinglar nastroykaga o'rganinglar. Hop. Mana bu men nastroykam bemalol opsiyasiyalar bo'ladi. Men nastroykam mana. Ko'rib olishinglar mumkin. Tutilgan bemalol bo'ladi. Hop, chiqib ketamiz. Xo'sh, do'stlar, bu video shundan iborat edi. Bemalol hozir lobi kirardim, jamoadorligini. Kim bizani klanga qo'shilmoqchi bo'lsa, bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Fortuna. Faqat bir ikkita shartlari bor. Mana Fortuna S bir ikkita shartlari bor, faqat ikkita shart bor. Ikkinchisi nik o'zgartirasizlar. Birinchisi bo'lsa avatarka o'zgartirasizlar. Avatarka o'zgarsa bo'ldi. Chunki klubda hammada avatarka o'zgargan, ya'ni nik o'zgargan, hammasi Fortuna. Ko'rasizlarmi? Hammasi Fortuna. Ular shunaqa do'stlar. Bugun video shundan iborat edi. Mana poligonga kirib qanaqa nimalar bo'lganini aytib bersam. Sizlar ungacha like, podpiska, kommentariy yozishingiz esdan chiqmasin. Ana FPS o'zi ko'rsatadi, stabil necha FPS ushlab beryapti, necha FPS da o'ynalyapti, qotib qo'yganda necha FPS ga tushib ketyapti. Hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bunda muammo yo'q. Hop, keyin yana bitta narsa, agar mana shu video 20 ta like dan ko'p
bo'lsa yoki 20 talar yig'sa, mana shunda Redmi telefoniga ham chiqaraman. Redmi telefoniga ham chiqazaman. FPS 31 3. Oy, 3 ga tushib ketdi. Ha. Ayda 400 chiqa qolsa-chi. Anaqa bot igroklar, endi bot do'mingman, endi donat qilmaydigan igroklar uchun mazza bo'lyapti bu sezon, chunki hammaga endi donat qilmaganlarga, RP olmaganlarga 63 ga qilib qo'ygan. Faqat 63 yilga qaytarib beriladi. RP olasizlar, yaxshiroq narsalar beradi sizga. RP olganingizdan keyin 63 yilga bargam qaytarib beriladi. Zato mifический kiyimlar kolleksiyani ko'tarib olasizlar. Boya qotishini 44 gradus telefon. Agar kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, ID'imni beraman. Bemalol kirib durust tashlab birga bir o'ynasanglar bo'ladi. Bugun video shundan iborat edi. Like, obuna, hammasini bosib tashinglar. Men sizlardan so'rab ovora bo'lib o'tirmang. Agar shu gap anaqa pressel aytgancha, pressel. Mana esdan chiqdi nima? Nishon. Bu nishonni o'ziligiga moslashtirib bemalol qo'yib olsanglar bo'ladi. Effektga qizil qo'yib qo'yinglar, nima yashil bo'lib qolgan? Effektga qizil qo'yib qo'yinglar. Effektga hammasiga qizil qilib qo'yinglar, chunki shunda telefonning uchi qotmaydi. Mana birinchi shaxs, uchinchi shaxsga ham ahamiyat beringlar. Chunki birga bir ketib qolganinglarda, birga bir chiqib qolganinglarda bu narsa kerak bo'ladi. Telefonim 4 gradus yomon qo'yapti, biz 20 ga tushib ketgan. Do'stlar, bugun videomiz shundan iborat edi. Yana bir marta aytaman. Har sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Optimistlarni yaxshi ishlatinglar. Sog' salomat bo'linglar.